Hammaga salom do'stlar, mening ismim Hasan. Ayni paytda men hozir ikki tog'lar orasida turibman. Xullas, men o'zimga mana bunday bir kompas yasab oldim. Bu kompas orqali olmoskorlarni topish mumkin. Va nima deb o'ylaysiz? Men topdimmi? Ha, albatta, mana bu kon, ko'ryapsizlarmi qanday g'alati joylashgan? Bu yerga kirib borishda hech narsa yo'q. Kirib boraverasan, hech narsa yo'qdek, ammo birdaniga burilasan va bams. Va men bularning hammasini va nihoyat kovlashim mumkin. Qaranglar, bu yerda qanchalik ko'p. Voy xudoyim, qaranglar ko'pligini. Qaranglar, adashmasam bu yerda hattoki 1 tonnadan ham ko'proq olmos bo'lsa kerak. Qaranglar, hali oxirigacha ham borganim yo'q. Bu tarafda ham yana, men hali bu yerni yoritishga ham ulgurganim yo'q. Ko'ryapsizlarmi qanchalik ko'p? Men endi olmosli milliarderga aylandim. Bu menimcha butun umrimga yetsa kerak. Men endi boyman. Lekin ming afsuski, men bularni hammasini kovlamoqchi bo'lib turganimda yaramas kirkam. U deyarli singan. Men mana bu toshlarni kavlab uni sindirib qo'ydim. Endi bo'lsa bularni kovlamoqchi bo'lsam, bu kirkam hali ozginasiga ham yetmaydi. Shuning uchun men uyga qaytmoqchiman. U yerda yaxshilab kirkalarni tayyorlab, sandiqlar olib, xullas shunaqa ishlar. Lekin bu olmosli joy shunday turaverarmikan? Shuncha paytdan beri hech kimga kerak emasdi-ku. Endi ham hech kim teginmasa kerak. Mayli, uyga borib kela qolay. Hech narsa qilmaydi bu shaxtaga menimcha. Shuncha yildan beri turuvdi-ku. Men endi boyman, olmoslarim juda ham ko'p. Menimcha buni baqirib gapirish shart emasdi, lekin atrofda hech kim yo'q-ku. Mayli, bazaga qaytaylik. Uy mana bu tarafda, unchalik uzoqda emas. Bu olmoskoni juda ham yaqinda joylashgan ekan. Vop, mana shu tog'dan chiqib olamiz va bizning qishlog'imiz ko'rinadi. Agar ko'rinsa yoki ko'rinmasligi ham mumkin. Xullas ana bu tarafda-da. Hozir pastga tushib ko'rsataman. Do'stlar, lekin men bu olmoskorni topishga ishonmagandim. Bu kompas ishlashiga ham ishonmagandim. Shuning uchun ham videoni boshdan boshlamadim. Ana, qishloq ham ko'rinib qoldi. Do'stlar, men bu dunyodagi eng omadli odam bo'lsam kerak. Shunday katta olmoskorni topdim. Faqat bu haqda qishloqlarga aytmaslik kerak. Yana hamma olmoslarimni tortib olishmasin, shuning uchun ehtiyotkor bo'lamiz. Salom qishloqqa. Men shunchaki aylanib yuribman. Salom, yaxshimisizlar? Tutturu. Hech kim menimcha hech narsani sezmadi. Hozir uyga kiramiz va hamma narsani yig'ishtirib olamiz. Uyimda cho'chqa nima qilyapti yana? Xo'sh do'stlar, mana men hammasini tayyorlab oldim. Bir nechta kirka, mash'ala, sandiq, olmoslar ko'payib ketsa va albatta xavfsizlik haqida ham unutmadim. Suv bilan ovqat ham olib oldim. Endi olmoslarni ehtiyot bo'lish kerak. Mana bu qishloqlar eshitib qolmasin faqat. Sekingina. Xo'sh, men ketdim. Meni kutmanglar kechgacha. Xayr. Xo'sh do'stlar, menimcha sezishmadi. Tezda boramiz, yugurdik. Meni qo'llarim qichishib ketyapti bu olmoslarni kovlashga. Tezroq borsam u hammasini kovlab olsam. Juda ham omadim keldi o'zi bugun. Qani chiqamiz? Mana shu tog'dan chiqib yana ozgina yursak. Voy, daraxtlar xalaqit bermasanglarchi, men juda ham shoshilyapman. Salom cho'chqacha. Bu yoqqa yuramiz. Vop, mana kel. Nima bu? Mashinami? Bu yana qayerdan keldi? Xo'sh, sekin tushamiz. Men o'z olmoslarim uchun xavotir olyapman do'stlar. Bu shunchaki paydo bo'lib qolishi mumkin emas edi axir. Bu mashina shunchaki paydo bo'lib qola olmasdi-ku. Qayerdan kelgan bu? Nega bunchalar g'alati? Xo'sh, olmoslarga boraychi, balki u yerda hech narsa bo'lmagandir. Qayerdan keldinglar? Hey, orqaga. Kim? Sen, familiya, isming nima? Qo'lingdagini ol deyapman. Nima? Senlar kimsanlar? Biz senga kimsan deyapmiz. Tez ayt. Kirkangni yo'qot bu yerdan. Men kimman? Sen ikkalang kimsan? Yo'ldan qoch, men kirishim kerak. Orqaga deyapman. Bu hudud qo'riqlanyapti. Nima? Kim tomonidan qo'riqlanishi mumkin? Bu shaxtani men topdim. Bu shaxta menga tegishli, tushundinglarmi? Ana bir bor aytyapmiz. Siz qo'riqlanayotgan hududdasiz. Tezroq bu yerdan keting. Men hech qayerga ketmayman. Bu joyni men topdim, kompas orqali. Hattoki buni obunachilarim ham tasdiqlashi mumkin. Qochinglar bu yerdan. Men qishloqqa borib tayyorgarlik qilib kelish uchun ketdim. Qayersi go'rdan kelib qoldinglar o'zi? Yo'qol bu yerdan ikkalang ham.
Fuqaro, biz sizga yana bir bor aytyapmiz. Biz bu hududni qo'riqlayapmiz. Biz qo'riqchilarmiz. Nima? Yana qanaqa qo'riqchilar? Sizlar bu yerda qanday paydo bo'lib qoldinglar? Bu maxfiy ma'lumot. Buni biz sizga ayta olmaymiz. Biz qo'riqchilarmiz. Bu yerda qo'riqlaymiz. Qani ikkalangni o'zi kim yollagan? Qo'yib yuboringlar, men uni ko'rgim kelyapti. Muhtaram fuqaro, biz qo'riqchilarmiz. Biz bu yerda qo'riqlayapmiz. Agar ketmasangiz sizga qo'l ko'tarishga majbur bo'lamiz. Shuning uchun darhol keting. Do'stlar, men umuman hech narsaga tushunmayapman. Men atagi 1 soatginaga ketgandim xolos. Bular esa allaqachon kelib olishdi. Qanday? Qayerdan kelishdi bular? Yo'q, men shunchaki olmoslarimni berib qo'ya olmayman bularga. Do'stlar, men bu olmoslarni tashlab ketishni xohlamayman. Men ularni yaxshigina uzoq vaqt qidirdim. Men ularni qaytarib olaman. Hoy, ikkala, qoch bu yerdan. Biz senga tushuntira olmadik shekilli. Ket bu yerdan, ket. Bo'ldi, ketyapman. Bo'ldi, ketyapman dedim-ku. Do'stlar, men umuman tushuna olmayapman. Meni o'z shaxtamdan haydab yuborishdi. Qanday yaramas odamlar bular. Balki ketishgandir, tekshirib ko'rish kerak. Qani, ozgina qoldi, boramiz. Sekin, eshitib qolishmasin. Qani, xo'sh, bormikan? Menimcha bor bo'lsa kerak, qayerga ham ketishardi. Meni ko'rmadi shekilli. Xo'sh, nima qilishni o'ylash kerak, do'stlar. Men shu olmoslarimdan qurib qolmayman-ku axir. Men ularni qancha vaqt qidirdim, do'stlar. Biron chorasi bo'lish kerak. Chora har doim topiladi. Faqat o'ylash kerak. Nima qilish mumkin? Nima qilish? Qanday olmoslarimga borishim mumkin? Men topdim, do'stlar. Menda g'oya bor. Mana shu tog'ni tagida ko'sha kon. Balki mana shu yerdan tusharmiz. Taxminan shu yerdan, yo'q. Sal uzoqroqqa boraylik, bizni ko'rishmasa mana shu yerdan. Faqat buning uchun menga bir narsa kerak bo'ladi. Hozir men o'tlardan bir narsa yasamoqchiman. Va nihoyat men yasab bo'ldim. Men mana bunday kryuk yasadim. Hozir ko'rasizlar nega menga bu kerakligini. Xo'sh, taxminan mana shu yerdan kavlaymiz. Kavla. Olmoslar ham chiqyapti. Pastga kavlashda davom etamiz. Mana olmoslar hatto bu yerda ham bor. Endi kryukni tepaga o'tamizda, kavlashda davom etamiz. Shunday qilib biz pastga tushib ketmaymiz. Kavlaymiz. Bo'la qol. Ana yo'l ochildi. Sekin pastga tushamiz. Balki kimdir bordir. Sekin dedim-ku, hech kim yo'qqa o'xshayapti. Qo'riqchilar kelmayapti. Menimcha eshitishmadi. Endi esa, ana u kim bo'ldi yana? Sen nima qilyapsan bu yerda? Nima? Sen bu yerda nima qilyapsan? Sen kimsan o'zi? Qo'y, senga o'zi meni shaxtamda nima bor? Oldin edi saniki, endi bo'ldi meniki. Tushundingmi? Nima? Sen aqldan ozdingmi? Bu bunday ishlamaydi. Bor, ana qo'riqchilaringni yo'qot bu yerdan. Men bu qo'riqchilarni senga o'xshagan bechorachalar bu yoqqa kirmaslik uchun qo'yib qo'ydim. Bu nohaqlik axir. Bu yerni birinchidan men topdim. Ikkinchidan bo'lsa senda shusiz ham pul ko'p bo'lsa kerak. Qo'riqchilar, bu yerga kelinglar. Mana buni olinglar bu yerdan. Yo'q, bu olmoslar meniki. Men bularni kovlayman. Sen menga hech narsa qila olmaysan, tushundingmi? Mana hammasini olaman men. Qayerda qoldiraling? Sizlarga nima uchun pul to'layapman? Mana buni olib chiqib ketinglar. Men olmos kovlashim kerak. Hoy, shoshma, bu meni olmoslarim. Nima qilyapsan? Men hech qayerga chiqmayman. Bor, yo'qol hammang. Hoy, boshqa bu yerlarga kelma. Bu safar sen bilan hazillashib o'tirmaymiz. Tushunyapsanmi? Bo'ldi. Shu olmoslar sanlarga. Ketdim men. Do'stlar, endi rostdan olmoslarni tashlab ketamanmi? Biron chorasini topish kerak yana. Bo'ldi do'stlar, bu oxirgi chora shekilli. Mana hozir senga ko'rsataman birovning narsalarini olish qanaqa bo'lishini sassiq. Hozir ustingdan bir lava quyib yuboraman, o'zingga kelasan. Qani ko'raylikchi, shu yerdami? Ana turibdi. Lavani quyamiz. Va hamma oltinlar meniki bo'ldi. Bu qayerdan kelyapti? Qayerdan kelyapti bu? Yo'q. Do'stlar, u tamom bo'ldi shekilli. Shunchalik osonmi? Qani hozir pastga tushamiz. Mana bu lavani esa qayergadir qo'yamiz, suv olamiz va pastga sakraymiz. Qani lava yo'qolsin, yana men ham yonib ketmay unga qo'shilib. Sakradik. Hop. Endi bo'lsa, qani hech kim yo'q. Anchagina olmoslarni kovlab tashlabdi o'zi ham. Endi bu olmoslar meniki.
Faqat endi tekshirib ko'rish kerak. Qo'riqchilar kelmayaptimikin? Tekshirib ko'raylikchi, yuringlar. Qani. Sekin boramiz. Ular bizni sezmasligi kerak. Xo'sh, ko'ramiz. Ana ikkalasi turibdi. Meni sezishmadi. Do'stlar, ular meni sezishgani yo'q. Xo'sh, mana shunaqa bo'ladi birovni olmoslarini olish. Endi bo'lsa xohlagancha olmoslarimni olaman-da. Hammasini mana bu sandiqlarga solib uyga jo'nayman. Sizlar bilan esa men Hasan bo'ldim. Kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Agar bunday videolarni yana ko'rishni xohlasangiz albatta. Sizlar bilan esa men xayrlashaman. Sog' omon bo'ling.